is calling. Assalamualaikum, hoş geldinglar bugünkü videomda. O'tgan yilgi bir yil avvalgi bir Erkin Asiya radiosiga chiqqan bir xabar men to'g'riliq ishlangan bir xabarning YouTube kanalimga qo'yib qo'yay dedim. Oldi bilan sizlarga eskartib qo'ydiganim bu tema anchadagi shu nim qilingan shu men to'g'riliq chiqqan xabarniki maqolaninki temasi. Hazır Akam Kudret Mesut öyde lagerda emas 22 ay lagerda yetip 2017 yılı 4. aydan başlap 2019 yılı 2. ayda öy qaytib kelgan. Şunundan ilgiri 2018 yılı men Türkiye'deki tizimlaşlarga yordamlaştım. Şunundan başlap öydekiler to'xtamay men bilan aloqalashib, biz bilan aloqalashgan deb bir Xitoy saqchisininki ismini bergan shu chog'da. Qaysar ismli bir saqchi balka, Uyg'ur Xitoy saqchi deyaptim. Xitoylar ishlaydigan Uyg'ur saqchi deyapman. Shuningki ismini bergan. Hi Tommy. Hoş geldinglar. İngilizcesini qo'ygan Uyg'urlarmi, chet elliklar ko'ramdi. Şu çağdaki gapimni davomlashtirib yuraversa, ayni chog'da shu 2018 yil 11 ay mezgilda men Turkiyadagi tizimlashga yordamlashib 11 ayning 21 kuni Kanadaga qaytib keldim. 12 ayning 3 kuni, 2019 yili 12 ayning 3 kuni ota-onamni saqchilar chaqirtib, Qaysar ismli saqchi chaqirtib, Xotandagi bir nimaga shu yerga aeroplandan berip ketip kaldı işede. Hem nemi sebepten Xotanga berip so'rab qildi, nemi sebepten Xotanga berip men bilan aloqalashtirmoqchi bo'ldi, uni bilmadim. Ish qilib menga yozgan uchurlarda o Qaysar saqchi ayni chog'da shu meni ota-onam bilan ko'rishtirib qo'yamish. Men shu Xotanga menga vaqtida yuragim shunda qattiq qo'rqib ketdim-da. Şunun bilan bütün telefonumdaki barliq Xitoycha applarning hammasini pakiz o'chirdim shunun bilan. Undidor bo'landi. Ayrim ikki telefon ishlatmayman odatda-chu. Shunun bilan shu o'sha qilib to'xtamay uydagilar orqali tahdid solishga boshladi. Shunun bilan u uydagilar orqali aloqalashsin deydi degan xabarni uchirib yetkazib turg'ili bir o'tirdi 6 oy o'tgandan keyin Xitoy o'zi bevosita uchur yo'llab jim yurmasangiz biz bilan hamkorlashmasangiz 90'dagi bütün tuqqanlaringiz shularniki oqibatini o'ylang degan uchurni yozib ekan-ku. Anandan keyin rasmiy holda shu Xitoy bevosita tahdid qilgandan keyin uni ochiq bilan men Twitterga yo'llagan. Ammo Twitter'dagi o yo'llamamni men ilgari bir necha videomda tilga ilib o'tdim, ham sizlarga ko'rsatib o'tdim. Twitterga shu tahdid uchurini chiqargandan keyin har qaysi kishilik huquq ko'zatish tashkilotlarininki shu retweet qilib, anandan keyin bir qism da'liq Uyg'ur ishlarini tadqiq qilgan tadqiqotchilarninki degandek ish qilib nurg'un cho'ng media kanallarininki hatto shu jurnalistlarninki degandek diqqatni tortadi. Shu Uyg'urlarninki chet elda yashab etib turibmi, yana vatandagi shu Xitoy saqchilarininki bizni avar qilganligi to'g'risidagi xabarlar shu chog'da shu chiqishga boshladi. O tweetimni hozir moyada olmay, men yangidan bu Cumhuriyet Partiyasi to'g'riliq ishlagan videomniki birinchisi chiqqan amallam Xitoy saqchisi qaytadan men bilan aloqalashib, shu saqan tahdid mazmundagi shu uchurni saltirib mishada ham baharlay. Mayada yana bir qatim deb qo'ydiganim shu nima ish bo'lsa Twitterga chiqib deyish shu eng aqlonliq yo'l. Ayni chog'da shu tweetni nima qilgandan keyin shundoq medialarninki diqqatini tortdi. Style Sophie Richardson kimdi? O hanım o
Over to you, Justin Trudeau deb men Uyghur Canadian Xitoyning tahdidlariga mushtaq uchrayapman deb nimqandan keyin andan keyin Erkin Asiya radiosi men bilan aloqalashib, sizningki tweetingizni shu Human Rights Watchning retweet qilibdi, shu to'g'riliq bir xabar ishlaydi degan deb shu bir xabar ishlagan xabarningki temasi shu akamniki tutquni. Oops, sorry. Şu meni so'zlatdi, undan ilgari shu o'quvchi mazgilimda degandek shu tafsiliy o'zimningki bir nimalarini to'xtamay so'zlab nim qildimda. To'xtama. Hech kim o'qimaydi, hech kim anglamaydi, ko'rmaydi deb o'ylamang. Twitterdagilarni anglaydiganlar ko'p. Masalan, sizlarga bir misolni aytay. Türk kız ismi Leyla isimlik bir kız mı esinglarda bormi yo'qmi 20 yilning oldida deyman, men hozir qarab boqaylik tayoq qo'ygandim olinishini. Türk kız Sweden'da yashaydigan Türk kız dadisi koronavirus deb Xitoy virusi bilan yuqumlangan chog'da nimani o'sha Sweden'dagi doktorlarninki ambulansini chaqirib ekandiq. Chaqirgandan keyin qani u qizninki sen bizni nim deb chaqirding deb lam ortiq yilqi nim qilmabdi-da. Shuning bilan bu Layla degan qiz o'sha nimaga chiqib, Twitterga chiqib bir video ishlagan. Shuning bilan mening ismim Layla, Sweden'da yashayman. Dadam virusni nim qilib, hozir hech qanday bir tadbirlar olinmadi, uyga keldi. Lekin yaxshi nim qildim degandan keyin u video tarqalib, Turkiyaniki tashqi ishlar ministri maash qilib, shundan Turkiyaniki nimasi ish qilib, ma'lum tweet qarsanglar. Leyla sesini duyduk, geliyoruz deb onu bir tweetni chiqarib ekan, to'shning bilan aeroplan bilan Swedenga uchib berib, qizolni qaytarib kelgan. Qaraylik, o'sha qizniki tweetini hozir ben fakat sesini duydurmak istiyorum degandek. Hafif hasta rahatsızlıklarla ve gitgide ağırlaşan durumundan ötürü hastaneyi aradım ama olumlu bir cevap alamadık. Durumunun vahim olmadığından ötürü bir şey yapamayacaklarını söylediler bize. Yine 5 gün önce hastaneyi aramak zorunda kaldım çünkü babamın durumu ciddileşmişti. Eve doktor göndereceklerini söylediler. Doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra ambulans arayacağını söyledi hastaneye kaldırılması için. Hastaneye kaldırıldı ve test yapıldı. Covid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı bir saat sonra eve tekrar geri gönderdiler. Babamla birlikte hiçbir şey göndermediler. Ne bir ilaç, ne bir maske, ne bir eldiven. Sadece Alvedon önerdiler. Ne yiyip ne içmesi gerek. Shunday qilib biz bu qiz Twitterda shu videosi tarqalgandan keyin Turkiyaning hukumat doiralari maxsus aeroplan evatib shu o'ziniki Turk shuning bilan o'ylab ketdimda, va o'ziniki vatani bo'lsin, unda yaxshi o'ziniki odamlarga mundaq ega chiqadi deb. Qarang, o'tirdi. Shuna qilib shu sizlarga bir ishlar bo'lsa, shu Twitterga chiqib so'zlanglar demoqchi. O'zimninki Manga yana chiqiningga oldindan manga kelgan bir tweetni sizlarga so'zlab qilib beray. İsmim Guli Maqsud, Guli 780 Twitterda manga ergishingizlar. Andan keyin sizlarga Ani yurt deb ism qo'yibdi. Oldi bilan Undidordagini rasmisini chiqarsam o'tganda, Undidarda qanaqa bo'ldi desanglar. Miradul yo'qolib ketgan chog'da, Miradul Hasan yo'qolib ketganda men vatandagilar bilan aloqalashdim. Urumchidagi Abdugul advokatlik o'rni degan yerdan bir advokatni izlab deb paranglashdim Undidarda. Bir surishtirib boqaylik deb nada ekan deb. Shuning bilan masala so'radim. Masala so'rab shunday bir ishdi. Uningki jinoyatnomi deb yilqi, unimi Erkin Asiya radiosidagi shu yerlik saqchilarniki yoki yerlik shu nimalarniki degan gaplarni o'zini oldimda. Shunday bir sifatli to'rda fitnaga va taqatgan degan jinoyatlar bilan tutib kiritib hozir ketganda aniq uqmayman deganda shunday bir Abdugul
advokatlık o'rni deganda bir xonim bilan aloqalashdim. Dastlabda shunday yaxshi maslahat bergandi, keyin andan keyin uniki o'rninikidan aniq o'qimayman, faqat ismini va tafsiliy ahvolini o'qiman, shu advokat izlagandan keyin shu advokatlar izlab deb bir uchurni beramdikin degan desam, javob qaytarmadi andan keyin. Bir surishtirib qaydabchan, meyalarga u yerdan bu yerdan shuning bilan oliy maktabdagi bir savodishimni surishtirdim. Shuning bilan u qonunda o'qiganchim. Uniki ismi Wang Xinhai. Xitoy, lekin kichkidan tortib Uyg'urcha maktabda o'qigan Xitoy qonun kasbida o'qidi demaysin qilishcha biz Hanjouda bir yil bir sinfda o'qigan. O'zi kichkidan tortib Uyg'urcha maktabda o'qigan Xitoy bo'lsin-mu, millati Xitoy bo'lsin-mu, xalqi cho'ginatdi. Xitoy cho'ginaqa biz Hanjouda birga dars o'qigan. Shuning bilan shu savodishim bilan aloqalashdim andan keyin. Sen qonunda o'qigandan keyin shu guman bo'mirda ishlamsa deb so'ramandim. Hozir guman bo'mirda ishlayotgansan, men sendan bir narsani surishtirmoqchi edim deb boshliq desam, javob qaytarmadi dastlabda. Andan keyin necha oylar o'tib men javob necha oy deyman qachon. O'tgan oyda 9-oyninki 6-kuni yo'qolib ketgan bo'lsa, 9-oyninki 10-mi, 9-mi Murodovninki tutilganlik shahri nim bo'ldi. Shu 9-oyninki o'tirlarda aloqalashdim bu deyman u Xitoy savodishim bilan. Uyg'urcha, kichikdan tortib Uyg'urcha bo'lgandan keyin shu Uyg'urcha yozdi. Shuning bilan menga dastlabda javob qaytarmadi. Andan keyin men Cumhuriyet Partiyasi to'g'riliq videoni ishlashga boshlagan vaqtimda, andan keyin tuyuqsiz javob qaytardi. Undidarda WhatsApp nomerim bormi? Masalan, WhatsAppga qilay deydi, tuyuqsizlam. Tapadim andan keyin WhatsApp nomerimni. Qaysi nomer deysanglar, hozir bundan keyin kanalimni ishtaqiliqi qiziq nuqtalar to'g'risida keyin maxsus shu telefon qabul qiladigan qilmoqchi. Shu telefon nomerimni chiqib qo'yay. Başa qilib shu WhatsApp nomerimni topadim. Birinchi uchurlar mandan keyin uchur shu. Aniq ko'rib bo'lamdi-ku. Yaxshimsa do'stlarimni ota-onamning qishig'i yo'qlig'ilayotdim deb yozibdi birinchilar. Shunda ochig'im keldi, bu uchurni ko'riblam. Bu vaqt farqi bo'lgandan keyin sal kechikib ko'rdim buni hamda. O'tgan yili birinchi qatimliq shunday qilqa tahdid uchurini olgan vaqtimda shunday qilqa beshimni qamallab tutib o'tirib faqat portlab ketgan darajada shunday bo'lib ketdim-da, bir bombarding message deyman-ma o'tgan yilqisi. Hamda bu hozir hamda bu men shunday bir narsani so'zlayotgandan keyin, so'zlayotgan narsamniki bir ancha-muncha bir ta'sir kuchi bor bo'lgandan keyin, ya'ni shu meni hech qanday bir tutadigan yerimni tutamayam degan shu ota-onamni ko'ra kelishim degandek falan bir ish bo'ldi bu hamda. Ya'ni shu ota-onamni sizniki ota-onamni qishig'i do'stlarim deyaptim deb yozibdi. Men telefon nomerini qarasanglarmi 86 dan boshlangan. Xitoy soqchisining nomeri bo'lsa men bir barmoqim bilan to'sib qo'ydim. Shundoq bu qandoq deysanglar, men cho'ngroq qilay. Kanadaninki yangi qonun chiqibdi, yo'qi Beijingninki qonun chiqadi-ku, security law deb Hong Kongdagi nimalarni shu asosli maqsad qilgan bir qonun chiqargan. Bu qonunda Kanadadan bir munchalikqa Hong Kongdan kelgan yosh bolalarga panohlik berdi emasmi? Ashundan keyin Steve Chase degan parlament membermi? Ishqi boshliq so'rabdi ekan to'q. Long arm of Beijing's new security law. Beijingning shu security yoki bexatarlik qonuniga nisbatan aytgan chog'da shundaqa shu Beijingning qonuni Kanadada turayotgan shu Kanadiyalarga tahdid solsa, imkonsa Canadians who feel harassed call the police. Soqchini chaqirsanglar bo'ldi debdi Kanadalik qarindoshlar. Navoda kerak sizlarga shunaqa tahdid qilayotgan bo'lsa, avar qilayotgan shunaqa uchurlar bo'lsa, Kanadaniki polis
desek boludu dep şunu bilen ben şunu koyup kıldım adatda. Maşı Uygurlarni her kanaq teyin bolsa Uygurlarni qaytib qo'shib nim qilganda ham bu Beijing Security Law deb degan to'p men de Xinjiang Police deb oldim bu yerda shu vatandagi Xitoylar bizni Uyghur Canadiansni ko'pincha aladim shundan nim qiladi deb. Çünkü biz Uyghur erki qirg'inchilik to'g'risida so'zlaymiz. Bizniki og'zimizni yumdirish uchun shunday qildi. Va o'tgan yili bir nima topshirib olgan, tahdid uchuri topshirib olgan, shunga o'xshashroq yana bir tahdid uchurini ilib oldim mana. Chinese police uning ismiki Wang Xinhai speaks Uyghur as his native language, o'ziniki tili o'xshash. Xitoylar shu bolalarni Uyg'urcha maktabda o'qitib, keyingi kunlarda shunday saqchilik qildigan, shu Uyg'urlarni chet eldagi Uyg'urlarni kontrol qildigan mushaqlarga nim qilgan o'xshaydi. Men uni ikki qatimliq yilqi bir oldin qatimda sizlarga ikki qatim ishlaydigan videolarim to'g'risida bir ko'rib tapagandim. Shu chog'da bir temani misol qilgan tashkilot qurib tashkilotlarni yo'qotish, josuslik plani deb Xitoyning odatda Xitoy plan bo'lsa uzun yillik planlarni qiladi-ku. Meningki sodichim Wang Xinhai deb Qumuldan kichkinadan tortib Uyg'urcha maktabda o'qigan. Shu sog'dosh saqchi bo'lgandan keyin ochig'im keldi. Birinchi uchurinlam keplam ota-onamni do'stlarim bilan shu pullarni nima qilib berayl deb yozibdi. Shu tahdid bo'lmay nima u? Shundan chiqadi mendan keyin. Kanada'nınki Canadians muşunda harass security law long arm of Beijing bolsa saqchiq ma'lum qilgan debdi. Mana keyin buni qilgandan keyin mendan bak yoqtirganim bu bizniki Finlandiyadagi qarindishimiz Xolmuratningki yozgan inkosini ham yoqtirdim. Collect all the piece of evidence. Mushunga o'xshash hamma shu isbotlarni yig'ib Canadian Security Office'ga ma'lum qilsang bo'ladi. Andan keyin ikki davlatniki o'rtasidagi diplomatik munosabat qilib taqashtirib bo'ladi. Shunday harassment tahdid silivasa men ilgari shunday qilgan debdi. Andan keyin save Uyg'ur degan qarindishimiz stay strong, be strong, kuchli bo'ling debdi. Rahmat. Mushada rahmatimni ayta olay. Başında biz sözlügenge to'g'ri chiqib Uyg'urlarniki peshiga kelayotgan kulfatlarni so'zlaganga başında har xil usullarda bizga tahdid solmoqchi bo'ldi. Bu mushinchilik fotosun men sizlarga endi Google'dan Bizaniki mushu Guli Maqsud ismini kirgizay. Kirgizgandan keyin Wikipedia'da, Twitter'da mana endi. Okay. Qani organizatsiyaniki YouTube, RFA. Ben sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. O'zimniki YouTube kanalimdan hayotimdagi bir qismi bo'lib qolsin. Saqlab qo'yay deb mushu maqol to'g'riliq so'zlamoqchi. Akamning tutqun qilishini so'zlatdi. Politim sababli Xitoy saqchisining tahdidi uchirdi. Ovoz qani bu yerdagi? İctimai taratqulardan Twitter torida Guli Maqsud ismli Uyg'urning yurtdagi Xitoy saqchisining tahdidiga uchraganligi haqidagi uchur tarqalgandan keyin diqqat qo'zg'adi. Guli Maqsud Twitterda qayd qilishicha, Qaysar ismli Xitoy saqchisi o'ziga biz yaxshi hamkorlashgan bo'lsak bo'ladi. Siz sababli 90lik tuqqanlaringizga, uydagilarga ofat bo'lib bermang. Siz uydagilaringizni ko'proq o'ylang degan so'zlarni yo'llagan.
Gülü uçurdu yana özü sebeplik yurtdaki urug tuqqanlarning tutqun qilishidan elsiravatganligini bildirib, o'zining ruhiy jihatda ig'ir besimli qolganligini aytgan. Bir necha kun buyon Gülüning Twitterga yo'llagan uchuri nihoyat tezla kishilik huquq tashkilotlari va Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan mutaxassis faoliyatchilarning diqqatini qo'zg'adi. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoycha bo'limi nomida Twitter to'riga yo'llangan inkasda Kanada hukumati qatorliq G'arb demokratik davlat hukumatlarini Uyg'urlarning G'arb demokratik davlatlarda yashab turishliqni Xitoy saqchilarining tahdidiga uchrash masalasiga jiddiy ko'ngil bo'lishga chaqirilgan. Uningda Kanadadagi Guli ismli Uyg'ur "Men uzluksiz holda Xitoy saqchisining tahdidiga uchrayapman. Qarshi taraf agar men o'z faoliyatimni to'xtatmasam, mening Xitoydagi barliq urug' tuqqanlarimni tutqun qilganligimni debdi. Bu ish ko'nglimni bek yaram qildi. Hatto o'lib olishni o'yladim deb yozibdi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau siz Kanada fuqarolari va Xinjiangdan kelgan musulmonlar uchun ovoz chiqarmamsiz deb yozilgan. Twitterga o'zining Xitoy saqchilarining besimga uchirganligi haqidagi inkasni yo'llovchi Guli Maqsud 2012-yili Kanadaga o'qish bilan kelib, bir necha yillik o'qishini tamomlagandan keyin davomli Kanadada qilib ishlayotgan va yaqindan buyon Uyg'ur davosi haqidagi faoliyatlarda aktiv xizmat qilayotgan ekan. Guli Maqsud deb shu bu yerdagi xizmatdosh qo'llangan ismim shu. Aslida o'ylab kelmasam, bu kelgandan keyin Guli deb shu. Nima o'qish o'qigansiz bilsak bo'lamdi? Accounting o'qidim. Ottawada o'qidim. 6 yil Ottawada turgan. Qilgan shu asosida tankirimni qilganki, bosh topshirgan boshlarni ko'tarishga Guli Maqsud 21 may kuni radiomiz ziyoratini qabul qilib, Xitoy saqchisining o'ziga tahdid uchura avatganligi haqidagi ahvolni anglatdi. O'zingiz bilan bir paranglashib baqaylik, Xitoy saqchilarining tahdidiga uchrabsiz. 2 yil yoqi aloqalashmay qolgan bo'lsam, 2 yildan keyin Kanadadagi qizlar bilan normal aloqalashinglar deb besim kutdi. Bu gapni men uchiq aytdim, shundaq deydi, biz normal aloqalashsak bo'ldi ekan. O'zimiz qo'rqitdi, ajab gap qilgan, sizlar aloqalashgan, bo'lmasa bizga 3 avlodgacha bizga aramliq yo'q ekan, normal turmushimiz yo'q ekan, sen biz bilan aloqalashmasan zot bo'lmaydi degandek gap qoldiribdi. Endi saqchi sizga shu tahdid so'zni qilgan vaqtida bu nimaga hamkorlashayli deydi. Siz buni shu ahvol sizni psixik jihatdan besim paydo qildi. Endi shuni aniq deydimi? Aniq demadi. Men bir og'iz javob qaytarmadim. Bu ishga kirgim yo'q, ularga ishlagim yo'q, hamkorlashgim yo'q. Ammo o'zimningki tarzi bor, bu tarzni ham mundaq deb deyamman, aniq deyamman endi. Chunki men ulardan nima hamkorlik deb so'ramadim. So'ragim yo'q, ichiga aralashgim yo'q, kirgim yo'q. Uning bildirishicha, u 2012-yili Kanadaga dastlab kelgan mezgillarda o'qish bilan bo'lgan. Boshqa ishlarga aralashmagan va o'quvchilik salohiyati bilan 2016-yilga qadar tuqqan yo'qlash uchun yurtiga bir necha qatim berib kelgan. 2012-yilga keldim o'qish vizasi bilan. Ekrandan yatıp bulanırken özümü damlattırış bulanırken o refugee yolunu tanımay bulanırken 2 yıl 3 yıl hizmet kısanın hizmet iyisi amaçladığım olmaz mı? Okulculuk salaytını çetelik işçilik salaytı yaptım. Bu anlıkta öyle verip hep yürüdüğüm var tatilde. 2014, 2015, 2016 bu da bir şey her yazlıkta büyük vardı. Ama 2017-yili 4 ayda vatandagi urug' tuqqanlardan Alatau ig'izda Qozog'iston bilan chegara so'zi qilayotgan aksi Qudrat Maqsudning tutqun qilinib lagerga ilib ketilgani xabarini anglagandan keyin aksini qutqizish harakatlarida bo'lgan. Akam Qozog'istondan Ruslar o'tirishdi. To'yin konsul ma'lumotga ishtirokchi urug' tuqqan do'stlar hatta o'quvchilarimizni jiddiy chiqib aytilgan akam guruh qo'ygan. Shu u to'pdan men hech kim chiqib aytolmaydi. Shularning ichidan parallesh qilib davom yiroqdan ko'rib turganda bir gap qilmay Allohga boshliq bo'lishda. Shu kimdan tutib ketdi, kimdan o'ylash qilibdi degan gaplarni his etdim. Akangiz 90'da mıydı? Xizmat o'rni Alatau ig'izi. İsmini bilsak bo'lamdi? İsmi Qudrat Maqsud. 2017-yili 4-yillik o'tirlikda ketgan. 2019-yili 2-yillik 16-yili yanamdi. Maniyalikka
Şu Facebook'ta onu bunu da şurada solayta başkanına puan için başkanına konacak puan için. Resimlerimden şişer uç başlar çıkarım için kampanya da. 3 gün ötürüden 2. ayın 16. qaytib geldi. Onun bildirishicha, u yana 2018 yili 11 ayın 6 kuni Dünya Uyghur Qurultiyi Janvada uyushtirgan namoyishga qatnashgan va yig'indan keyin Turkiyaga berib, Turkiyadagi Kanadaga ko'chman bo'lishga iltimos qilgan Uyg'urlarni tizimlash ishlariga o'zligidan yordamda bo'lgan ekan. Janvaga men ash akamning rasmini keltirib qolgan. Turkiyada odam öğretmen çıkıvatımız degan chog'da men vaqtim bor. Anons degan janvar namoyish qilib olmoqchi. O'sha yaptığım gün ajabda Turkiyaga shu ishlarga yordam etsam bo'ldi deb. Gulining qarashicha, akasining qo'yib berilishi o'zining uzun mezgillik tirishchanligining natijasi ekan. Ammo Guli yana aradan uzun o'tmayla Xitoy soqchisining o'zi va oilasiga tahdid selishi uni yaram qilishga boshlaganligini ve ahir ahvalni Kanada'daki münasebetlik hükümet organları ve ictimai taratqularda aşkarlaşını karar kılganlığını bildirdi. Twitter'da yazgan çekin bir kısmı bütün videolarınki dikten tartıp başka yerlere bırak ketken yapışıydı. Şunlardan ben şu yerlik özümüzden getirişlik caydaki sağçı organlarının kâbini ahvalını üstürü doktorxanaga bir münasebetlik doktorlarla paranlaştırı hazır keyfiyatımdan yaxşı. Oylaganım ne dedim? Lekin özüm I didn't try to kill myself, but I was so stressed. Aşınçılık derecesinde bizge bilsem vakit vardı ola. Şu an aşı tehditini to'xtatishni, bizniki bir normal turmushimizni, xotirjam yashashimizni, bizga bir erkinlik berishni, shu munosabatlik o'rinlarniki bizning Uyg'ur jamoatininki uchragan masalalarga alohida ko'ngil bo'lishini umid qilaman. Shu Foreign Affairs ishxonalari deymiz, shu Kanadaga bir isim ishlatib, o'zininki davlat tavalligidagi o'z davlatining garajdollarining undaq tahdidga uchirmasligini, ularninki shu xil qilmishini darhol to'xtatishga chaqirishni umid qilaman. Kanada'daki Uyghur faaliyetçilerinden Dünya Uyghur Qurultiyinin köşmanla işleriga mas'ul xodimi Mehmet To'xta Efendi, Guli Mahfuzning Xitoy soqchisining tahdidiga uchirganlik ahvolini ijtimoiy taratqularda oshkorlaganligi va bu ahvolni Kanadadagi hukumat organlariga yetkazishini Uyg'urlardagi dodillik bilan ilingan bir qadamda ta'rifladi. O kızman meselesi gerçekten de anlatacağım Kanada bir hatarlık organlarına işini malum kıldım. Doğrusu şu, Kanada bir hatarlık organları anlatacağım görüşüp evvali gelip bir doğrusu değil. Şu an başka yoşurup kalmayı bana toxtab bu atanam bu telefonu yazar işkilat edepten sonra bunu dağıtılıp olan Kanada'nın kanun organlarına bunu malum kıldım. Atanısının böyle kanunlarının bir hatarlık noktasından basın. Özünün Kanada'daki bir hatarlık noktasından basın. Bunlar hazır anda o kız toğra kadarındır. Aldığından özü turuşluk devletlikte şu bir hatarlık organlarına alanmışık. Şulara evvalini yoğmadan gerek. Tehdit olgan olsa kandak tehdit. Kanada'nın içinde bazı insanlar tarafından telefon arkalık tehdit mi? Ya ki vatan içindeki Xitoy soqchilari tarafından ijtimoiy taratqular yo'li orqali tahdid mi? Ya ota-onasini telefonga etkazib, ota-onasini telefon qilib bunday tahdid mi? Va tahdidning derecesi qanchalik? Seni undaq qilamiz, bunday qilamiz deb pivot tahdid mi? Ya ota-onasi qilgan tahdid mi? Shularni tafsili to'plab shu Kanada bexatarlik organlariga shuni ma'lum qilish kerak. Kanada tuprog'ida, Kanadada yashayotgan insonlar mayli Kanadaning vatandoshi bo'lsin yoki ziyoratchi bo'lsin, Kanada davlatining bexatarlik organlarining qonun organlarini bevosita qo'g'dishi ostida bo'ladi. Agar bu tahdid Kanadaning sirtida bo'lgan bo'lsa, ya'ni Xitoyda ota-onalar orqali yoki boshqa turli bu vaqtda diplomatik kanallar orqali bo'ladi. Mayli qaysi shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, buni hukumatning bexatarlik organlariga ma'lum qilish kerak. Programını Mihriban tayyorladi. Oy. 2019 yılı 5. ayınki ahırlarda çıkan haberler 5. ayınki 20. 21. günleri şundaq yıllık meniki keyfiyatım turaksız çağlarda o şunda bir adam ailesidekilerini tutkun kılıp apırıp koyada eş öydekilerinin ki şu çağdaki numurunu
telefon aldığımda turdu. 2 yıl, 3 yılgacha aloqalashmagan odamninki ailesi bilan aloqalashmasa, oldingizga tuyuqsiz anamlar kelsa, mening shundoq og'im borda, o telefonlarni. Lekin bilaman, kaşı yanında shunaqa saqchilar bor ekanligini bilaman. Shuning bilan shu ba'zi o'zimniki bir nimalarim bor, farazlarim bor. O farazlarimni faqat faraz bo'lgandan keyin ular nima uchun men bilan aloqalashdi degandek hamda u faraz bo'lgandan keyin faraz bo'yicha qilaversin. Qanaqalar bo'lg'aydi shu. Meni yo chaqirib, aka valla, voy bolam sizni ko'rgim ketdi, qaytib kelganmiz, qanaqa qildirimdan keyin cho'nglarning gapini anlamay bo'lmaydi deb ketib qolsam bu chaqchi men bormi, yo'qmi degandek birinchi faraz shu meni chaqirib aytishi mumkin, yo bo'lmasa shu og'zini yum deyishi mumkin, yo bo'lmasa Turkiyadagi tizimlashga munosabatli bo'lishi mumkin. U chaq degan qo'rqinish bo'ldi-da. O mening hech qanday quloq bilan aloqa qilish undaq bir hech nimam yo'q. Shuning bilan butun telefonimdagi hammani men chiqarib aytib, jimjit quloq degani shu burayilib, kunda duo qilib, kunda namoz o'qib, o kunlarda shundoq o'tdi. Shundoq qilib, shundoq og'ir kunlarni atlatdim. Shuning bilan xabarlarim to'xtamay chiqdi. Bizningki Uyg'urlar to'g'riliq, anamki Turkiyadagi Uyg'urlar to'g'riliq degandek, masalan, tash Turkiya parlamenti siyosiy o'yinlarininki o'zininki og'zidan chiqqan vatanga qaytarib ketish shundoq bilalari, shundoq gaplarniki bo'linayotganligi degandek sanki o'zimda o'yladim-da, ancha men bilan aloqalashgandan keyin shunday aloqasi bormidi degandek bir narsalarni o'yladim. Am buniki tafsiliy ahvolini men kelar qadimliq shu Turkiya kechiring. Turkiya safarim to'g'riliq ishlaydigan bir videom bor. Shuni tafsiliyroq to'xtalsam, hozir bu farazlarni bu yerda so'zlab yurmay. Eng muhim nuqta bir ish bo'lsa, shundoq o'zingizniki turishliq davlatdagi shu qonun organlari bilan yoki tashqi ishlar ministrligi bilan shu Google'dan izlasanglarmi, bir davlatniki tashqi ishlar ministri nima qiladi deb ayniqsa men Google'dan surishtirgancha odam qanaqa qiladi desa, o'ziniki vatandoshi bo'lgan odamniki boshqa davlatlarda beshiga kelgan ishlar ustidan mas'uliyati bo'ladi. O'zining davlatida turishliq, shu Kanadada turishliq, boshqa davlatlarniki shu qonunliq turadigan bo'lsa, shu o'ziniki yurtidagi yoki boshqa davlatlarda shunaqa bir ishlar yuz bersa, ularni surishtirish mas'uliyati bor. Meniki u chog'dagi 2018-yildagi meniki salohiyatım bo'lsa, chet ellik ishchi. Men Kanadaga o'quvchi, international student bo'lib kelgan, o'qishni bitirgandan keyin xizmat vizasiga almashtirdim. Xizmat vizasiga almashtirgandan keyin meniki salohiyatım chet ellik ishchi bo'lib-da, shu chog'da shundoq Foreign Affairs Minister shu nimeniki qandaq shu funksiyasi qandaq deb surishtirsam, shu meniki shu Kanadada turadigan chet ellik ishchilarningimi boshqa davlatda turadigan oilasiga yuz bergan yoki boshqa ishlar yuz bergan ishlarni surishtirish huquqi bor ekan. O'sha qilib men Foreign Affairs'ga to'xtamay email yozdim. To'xtamay deb aytdi, 2 email yozib men aytdi. Shuning bilan birinchi email 3 oydan keyin uchirib kelgan. 3 oydan keyin uchirib kelib, appointmentlarni berib, 1 soat o'tirib so'zlashib, telefonga chiq, rasmlarni, o'rnatgan urug' tutqanlarni ko'rsatib ketgan, urug' tutqanlarni hammasini rasmlarni print qilib chiqib, ishchi odam bilan franscha ishlar bo'ladi. Meniki salohiyatım buni deb anchada bo'layotgan ishlarni shu degan. Demakchi bo'g'anim bir ishlar bo'lsa, o'zingizniki turishliq davlatdagi tashqi ishlar ministrligiga xat yozing, o'zingizniki turishliq shahardagi shu nimalar jurnalistlar bor, masalan, Ottawa Citizen yoki CBC News'niki ishxonalari, shu meniki o'zingizniki turishliq shahardagi shu muhim chiqadigan xabar kanallari bilan aloqalashing. Ish qilib bu guvohlik berish bilan ham to'xtab qolmay, bir yerga mangsingiz, gapingizni anglaydigan bir yer chiqadi ekan. Meniki bugungi asosli maqsadim demakchi bo'lganim shuni tashviq qilish, qo'rqmay so'zlash. Siz qanchaki kuchli bo'lsangiz, anandagi davoningdagi tahdidlar to'xtaydi. O'zingiz qanchaki qo'rqsangiz, ojiz bo'lsangiz, shunchalik bo'za qilaman deydi. Ota-onangizdan shunda shu ko'ragil olganda qanday qilamiz, bunday qilamiz deb qo'rqaqsib boqdi. Yo bo'lmasa o'quvchi ekansan, faloni qaysi maktabniki o'quvchisi, o'quvchilik kishnalarni yotib bergan, falon resim tushgan, pustoya resim tushib yotib bergan deb beshidagi yolqonlarni yotib rasmini yotib bergan ota-onamga bir ishkanmisan deb Toronto'dagi bir muncha qizlarni bilaman. Shunday tahdid uchurlar kelgan, oilasi orqali tahdid soladi. Meni oilamdagilar orqali tahdid solib, bu ishga shamgandan keyin o'zi bu yo'l chiqqanda, endi 1,5 yil o'tdi, jimjit
o tehditlerimi yok, ben özlemlik işini bu yerdeki hizmetlerimden kılıverdim, özlemlik dersini sırkı işini sırkı mağlundaki işlerimden kılıverdim, Twitter'daki faaliyetim oyun toxtamay. Çünkü ben bir Uygur. Uygur muşu 21. asırda yüz berayotgan, qirg'inchilik yüz berayotgan bir qavmninki bir adamı. Meniki so'zlashim, cho'qim so'zlashga tegishlikim. Shunlashqa Twitter'da to'xtamay bir narsani shu bir narsani yo'llab turdim, Uyg'urga munosabatli bo'lsin. Masalan, shu Yahudilarniki qirg'inchiligini misol qilib boqaylik. Hozir shularniki bir narsalarni men chiqardim, shu sizlarga ilgirki videolarimda tilga olib o'tdim. Amerika Washingtonda Holocaust Museum deb bir museum bor. Shu ichidagi shu Jewish Angel'dagi shu Yahudilarniki hozirmi yashayotgan ilg'i cho'ng qeri odamlarga kichik vaqtlarda yuz bergan ishlarini so'zlab berayotgan shunday bir ayniklik koridor bor degandim-ku. Shunga o'xshash hozir tarixninki bir 21-asrniki mushu yil mushu oy kunlarida Uyg'ur degan bir millatning beshiga qirg'inchilik bo'lib yuz beradi. Mushu ishlarni biz so'zlayotganlarniki, o'sha Uyg'urlar hozir o'tirg'i chiqib so'zlayotganlar tarixninki isbotlarini so'zlaydi, shunday bo'ladi deb. Shunlashqa har bir Uyg'urniki o'z burchi, men Uyg'ur ekanman, bir qirg'inchilik, shu Yahudilarniki qirg'inchiligi yuz bergandagi ayniqsa kishilarga o'xshash, men bu yana bir qirg'inchilikning ichidagi saq qolguvchi birsi deb turib so'zlashimiz kerak. Mana undagi tahdidlar kelsa-mu, o'sha namsini Twitterga chiqib, Twitterda so'zlang. Boyaqi misol olgan Turkish Layla degan Türk qiz bor, shu Sweden'da atansi va bir inisi bilan yashaydi. Dadasi virus bo'lib qolgan chog'da, koronavirus bilan babam bu yerdagilar yaxshi nimqimidi. Men faqat sesimni duydirmoq istiyorum deb Twitterga chiqib so'zlagan chog'da, ananikin shu Turkiyaniki shu maxsus shu qutqizish aeroplan bilan berib, virus yo'q bo'lgan odamni akilib oldi. Hamma anlaydig'ini chiqadi. Hozir anlamasa keyingi avlodlar hozirgi bo'layotgan ishlarni tekshirish, tadqiq qilish jarayonida bizningki shunday ishlagan videolarimizni shu Facebooklarda taqdim nimalarimizni izlab tepib yurib tadqiq qiladi va pok saqlaydi. Shunlashqa har bir Uyg'ur o'zini Uyg'ur degan bir kim cho'qim Twitterga chiqib, shu social medialarda, qaysi medialarda mana YouTube turibdi. Muloyiza qiladigan har nimalar bor. Muloyiza qiladigan Xitoylarniki bir muloyizalari bor, shuna kanallari bor. U Xitoylarniki men faqat yerdan o'tirdim, echib ko'rib qo'yman. Amal gapi yolg'on. 10 Xitoyniki 9 yolg'onchi, yana birsi yolg'onchilikni o'rganayotguchi degandek. Lekin yana ba'zi bir shuna muloyiza kanallari bor. Mumkin bo'layotgan ishlarni so'zlaydigan shuna kanallar bor. Bizning Uyg'urlarni davomli chiqishi kerak. Hozir Maviyada kommentdan aran 3-4 komment ko'rgash bir nima to'xtama boshqa kanallarniki naq maydonni ko'radigan bo'lsangizlar degan o'qib ulgurgil bo'lmaydi ilqi inkaslarniki jiqliqida bizniki amdi dahi yurish qiladi asta kommentlarga. O'shaq social medialardan foydalanaylik, o'zimizning qishiga kelgan kunlarni ishlarimizni so'zlaylik. Uyg'ur bo'lgan ekanmiz, biz o'zimizniki bir milliy kimligimiz bilan bir xil burush tuyg'usini ado qilishimiz kerak. Bu burush tuyg'usini yalqinlik tashorpsi qiladigan partiyalarga qatnashib, men qaltisish qilyaptim deb o'zimiz burush tuyg'usi. Uni keyingi videorimda so'zlay. Hozircha shunchalik bo'lsin. Bu nimadagi bu qitimqi naq maydon programmamni shu tahdidni nimaga chiqarish, Twitterda so'zlash, yozish degan shu temada so'zlamoqchi. Birsi o'tgan yilgini bir xotir sifatida ko'p qolsin deb YouTube kanalimda buni bir ham baharildim. Ananikin yaqinda yana o'sha Cumhuriyet Partiyasi to'g'riliq ishlagan xabardan keyin birinchi muloyiza videorimdan keyin Xitoylar yana shu aktivist bilan aloqalashib ota-onaning qishiga odam yo'tdiq deydi. Ham qanaqamiz endi o'shani kilaki qatimliq shu nimba siyosiydagi qora nurliq chiroqda bir g'ulomlik so'zlagan bir leksiya bor ekan. Anonkin pidaylar ekrandagi bir qism leksiyalar shularni misol qilish orqali Xitoyninki tashkilot qurib tashkilotlarni yo'qotish deydigan temadagi bir nimam bor. Ashuningda bugungi bu
Xitoy tahdidininki sababi to'g'risida analizlar qilib, amaliy isbotlar bilan, yani ovozli uchurlar, amaliy isbotlar bilan sizlarga davomli qashi mulohaza videolarimni sunmoqchi. Anankin o'zimning beshig'iga kelgan o'sha ishlarni xotir sifatida YouTube kanalimga YouTube kanalimda shu xotirlab qo'yay. Shu dokumentary film qatorida bo'lib qolamdi yoki bo'lmasa o'zim keyin cho'ng'ilib mo'may bo'lib ishlarim tushib mo'may bo'lib ketgan chog'larda o'zimniki videolarni o'zim ko'rgandim. Mening hayotimda shundoq ishlar bo'lib o'tibdi ekan degandek. Qiziq ekanman. Uyg'uriya, yaxshimisiz? Rahmat. Keyingi videolarimda men ostiga chiqayotgan WhatsApp nomer orqali, Telegram orqali yoki Skype orqali shunaq shu Uyg'ur communityning ichida yuz berayotgan bir ishlarni to'xtamay shunaq telefon qabul qilgan, maxsus telefon qabul qilgan qiziq dunyolar bor. Shuna o'xshash programmalarni asta-asta qila olaman. Va ko'rganlarimning ichida loyihalab bergan logorim anamkin boshlanish va oxirlashida chiqadigan qisqa videolarim, boshqa video. Uni o'sha ko'rganlarimning ichidagi shu texnika ustalari loyihalab, menga ayrim yo'tib berib ekan YouTube kanalingizni yoqtirmay ko'rib, shuni ishlasangiz bo'ldi deb yo'tib bergan. Ularga yana bir qatam alayda rahmatimni bildiraman. Meniki YouTube kanalim shundoq muloyiza xarakterdagi isbotliq amaliy turmushimizda Uyg'ur jamoatining orasida yuz berayotgan ishlarni muloyiza qilish, o'zimningki Kanadadagi turmushimni ko'pchilikdan baharlash, masalan sayohat videosi yoki Kanadadagi turmush degandek baharlash, anondan Kanadadagi ko'chman siyosatiga oid bir narsalar bor. Shular to'g'riliq men bir muncha videolarni ishlamoqchi, ko'pchilikniki yana muhollab davomli obuna bo'lib yoqtirsanglardu, yoqtirmasanglardu ish qilib bir mundaq inkaslarlarni yezib bildirib qo'llab qo'yishinglarni umid qilaman. Men shundoq so'zlash jihatda qobiliyatim bor deb qo'yamdim. Nima desa balkim bir kasbiy keslimda yo bo'lmasa ilgari men o'qituvchi bo'lgan. Ma'lumlar qanaqa qiladi desanglar shu angliz degandim shu 40 minut to'xtamay so'zlaydi sinfda. O 40 minut hech qancha gap emas. Uni nisbatan aytgan chog'da ilgari sayohat yetakchisi bo'lib ishlagan bir necha yillar bir avtobus odamni degan taqashkish to'xtamay so'zlaydi. Chog'dami masalan shu sayohat yetakchisi bo'lib turgan chog'larda qanaqa desanglar Xinjiangdagi Jang degan bir xat bor-ku, shuni 1 soat so'zlaydi. Shundoq so'zlash jihatda bir nima deyman. Masalan nurg'un ishlar bo'ldi ya shundoq meniki bir so'zlash, yetaklash jihatda anandagi so'zlagan narsalarimniki muloyizaning jihatda boshqalarni o'ylantirish, nima deymiz, chiqib bir masalalarni o'tirib qo'yish, shundoq jihatlarda bir ish qilib mayli sizlar e'tirof qilsanglardu, qilmasanglardu meniki bir ozroq bo'lsin ta'sir kuchim bor deb o'ylayman. Shunlashqa mumkin, menga shundoq tahdidlar keladi deb o'ylayman. Hozir tahdidlar sal ozlab qoldi. Ilgari degan tuyuqsizlar shundoq tuyuqsizlar bu tanimaydiganlar odamlar ota-onangiz yaxshimi deb qo'yishdir va yaxshi niyat bilan so'ragandi. Lekin ma'lumdek shu 86 degan nomerdan uchur kelib, ota-onang unda qilmiz, bunda qilmiz. Biz bilan hamkorlashmasang, butun 90dagi tuqqanlarimga shularniki oqibatini shularni o'ylab qo'ying deganliklar bo'lsa, shu rasmiy tahdidlar shundoq. Andan keyin u shu YouTube'da so'zlagan bo'lgandan keyin hamda ba'zi bir social media qilgandan keyin sizni yoqtiradiganlar chiqadi, yoqtirmaydiganlar chiqadi. Yoqtirmaydiganlar bo'lsa shundoq qadam tillaydigan. Ammo bu media qilgandan keyin hamma nimani o'tirga chiqadigan bo'ldim-da, shundoq media qilib o'tganda bir to'xtamay bir aylan ismi kimda? Yosh Uyg'urma. Bir tal sat inkasni hammaga choplabdi-da. Telefon qilsa olmaydi ekan. Shuning bilan telefon qilgan yerimni video qilib Facebookga chiqarib qo'ydim shuning bilan. Ham bu media qilgan odamningki inglizchada bir gap bor. Bir odam bilan ya'ni siyohni galonlab oladigan odam
bilan urushib qolmang deydigan gap. Demakchi bo'lgan shu gazet jurnalistlar bilan siyosiy qonunlab, paperlarni tonnalab, qog'ozni tonnalab olgan kishilar bilan yetishib qolmang degan gap. Shundaq bir xil nimalar azlab qoldida. Xalqlarni tillab berdiganlarni mana evetib berdigan deganlikni azlaydi. Nima desang shu ilqi social mediada qanchaki kuchlangan siri haqni sizdan masalan shu Xitoyning shu tahdidlari dal shuning bilan munosabatli deb qarashga bo'ladi. Ko'pchilikning yana shu sizlarni social mediani ko'proq shu Uyg'ur ishlariga ko'proq ishlatishinglarni, beshinglar kelayotgan shu ishlarni shu Uyg'urningki hozirgi qismat taqdirligi munosabatli bo'lsa ham Twitterda to'xtamay ochib deyishinglarni, Uyg'urlar munosabatli xabarlar bo'lsa to'xtamay yo'llashinglarni, shularni yana bir nim qilib, ana degan to'xtamay bu bundaq social medialardan yana navbat kerak, bu YouTube'dan kanal ochib, mana o'sha so'zlaydigan Ahmaydan taqtidigan deganda ishqib YouTube munosabatli bo'lgan bir qism nimalarni men yana davomli yo'llab turmoqchi, Uyg'ur YouTuberlarga oid maxsus shunday YouTube Studios to'g'riliq so'zlagan bir qism videolarim bataq e'lon qildim. Bugungi videom shunchalik bo'lsin. Asosan so'zlaydigan so'zlar bo'ldim. Kelarki videoda ko'rishaylik, kelarki Ahmaydanda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar. Kelgan mehmonlar mayaga to'y to'y qilmasin. Tahdidlarga qanday javob berdingiz? Tahdidlarga qanday javob berdingiz? Men sizlarga bir videoni ta'lim qilay. Sultan Ekrani degan YouTube kanaliga kirsanglar, Nabijanalarning bir shu jasuslar qanday taqobil turmiz degan bir videosi bor. Shu to'g'riliq ichida nurg'un yaxshi uchurlar chiqadi, sizning qanday qilishingiz, qanday javob berishingiz degandek jasuslar haqida deb shu Sultan Ekraniga kirsanglar, nurg'un yaxshi videolar bor ekan. Uyg'uriya, hello, siz YouTube'da pul topamsiz. YouTube'da pul tepish pul topqili bo'ladi. Tepaman. Dastlabda pul tepishni boshlagan chog'da birinchi yil men YouTube'da pul tepishga boshladim degan videomni chekirib qarsanglarmi, birinchi kuni topgan pulim 32 sent. Azroq pul bir oyda yig'ilib $10, $20 ashunaq bo'lsa cho'ng gap shu. Boshqa kanallardan ne qilsanglar bo'ladi. Masalan Türkiye'deki Anvarcan'ımızdaki Uygur biz degan bir ekranı var. O maşına bir kıtım pul aldı o deyman. O pul degen aşağı $5'dan, $10'dan yığılıp $100 bolgan çağda andan keyin şu bank kartangizga şu uruladı o pul. YouTube'ni pul tepish uchun qilaman desangiz bek uzun vaqt ketadi. Endi Uyg'urlarning ichida şu media qilib pul tepayotgan bir Uyg'ur yoshini deb men sizlarga shu mediada eng utuq qozongan Uyg'ur yosh deb g'uljilik bir bola Intizor, ya'ni Inti, onunki 2-3 YouTube kanalı bor, Twitterda, Telegramda shunday qilgan mediada shunday ta'sir kuchli. Hozirgi Twitterdagi agash kuchisi qancha edi? Eng jadona chayni oldida 70-80 mingdan ortiq agash kuchisi bor. Onunki tor betim var, tor betidan azroq kirim kirdi degan. Onunki YouTube kanalidan kirim kirdi degan. Endi sizlar jiqroq ko'rib qo'ysanglar, kirib qola. Uyg'urlarning ichida o'yma, e'lonni chekib boqaylik, e'lonning ichida nima mantizini topib boqaylik deb e'lon chekadigan Uyg'urlar yo'q deyarlik. Shunlashqa punchdan yig'ilib qoladi. Pulga qarab o'tirsangiz chiqish qilolmaysiz bundan. Asosiy maqsadimiz birsi o'zingizniki iqtidori, o'zingizniki bilimini ko'pchilikdan o'rtoqlashish. Anankin Uyg'ur milliy kimligi mashunaqalar biz yo'qolib ketib qolgan bir millat bo'lganligimiz uchun biz o'zimizniki bir kishilik aslimizni qo'shishimiz kerak. Yo'qolib ketmaylik. Uyg'ur ona tilidagi videolar ko'proq chiqsin deb shundaq. Men uni ilgari YouTube'da qanday pul topamiz, YouTube'da pul tepishga boshladim degandek videolarda bir muncha so'zlagandim. Asosiy maqsadim texnik ko'plagan Uyg'urlarni YouTube'ga chaqirish degandek. Men bu ishimni xuddi
Afrika'nın bir chat yesiga ayak giymeydiğen bir yesiga ayak satıdığan işki soğudigeninki hikayesiga okştumen özellikle kılgan işini. 8 yıl boldu men Kanada'da yaşavatkalı. Onundan ilgiri Uygur YouTube kanalları çeklik. Birisi şu muzika, film degandek kanallardan neçispa. Menindek mındaq şahsi ayrım şahslarniki hiç vaqan kanalları intayin azdı. Ilgı aşu ayak soğudigerninki bir o Afrika'nınki bir iyisi verip qarapaq soğuyedik adamla ayak giymeydigende vay bu ayak bazarı ahmaydigen dep o adam kitip kaladı. İkinci ayak soğudiger kilip bu ayak giymeydigen adamla qarap o bulağı çokum ayak giyse putmandaq yaxşı buldu. Keyinki seliflerden animaqıl buldu. Ayak giysindaq yaxşı dep teşvik qilish arqılıq aşu izda bütün hem adamlarni ayak giydigan qılatgan. Meniki bu YouTube kanalımda ilgir şu Facebook nece qarab qo'yamiz qo'yamiz, Instagram qarab qo'yamiz degandek YouTube, shaxsiylarniki YouTube'da so'zlaydigan intayin azdi. Shuna qilib men o'zimniki bildiganlarimni Kanadaga kelish yo'llarini tushundiray deb ko'pchilik bilan shuna qisqa dedi bir daldan videolarni chiqaradigan. Video ishlash jarayonida anandiki shuna qo'ltap qilib bo'ladigan yo'llarini bir onundan ilgari o'tgan yildan uning oldidagi yillarda hech kim bu YouTube'da pul topdi degan bir temani o'tirg'a chiqmagan. Men shu mushundaq bir yo'llarni o'tirg'a chiqib qiziqtirish orqali mundaq ish qilib bo'ladi ekan deb yurib Uyg'urlarni o'tirg'a chiqarib kimligimiz yo'qolib ketib qolgan chog'da bir o'zimizni kuchlantiraylik, social medialarni texnik foydali qilaylik deb yurib mushundaq shu YouTube'da so'zlab yurdim. Xuddi oyoq savdogarininki ayak kiymeydigan kishilar bor, yeziga berib ayak sotganiga o'xshash, kishilarni ayak kiydiradiganiga o'xshash YouTube'dami chiqinglar YouTube'ga chiqinglar so'zlanglar mundaq bo'ladi ekan deb so'zlab yurib endi inkasani o'qib kulib ketadiganlar. Tamam, mushunchalik bo'lsin bugungi videom. Kelayki videoda ko'rishaylik. Video ishlash ilgari shu dastlabda boshqan chog'da haftada bir taldan video chiqarib boshqan bo'lsam hozir pat naq maydon topadigan kunidagidek video yo'llaydigan bo'ldim. Ko'pchilik endi uni qo'llab berishinglarni umid qilaman.